Bugun mana shu mashinani sotib oldik. 2022-yil 8-oy Kia Bongo GLS pozitsiyasi, eng full sariq salonidan bitta keyingi pozitsiyasi bo'ladi bu. Holatlari yaxshi, yomon emas mashinani. Zavat qilib qo'ydim, ovozlari ham joyida. 22-yil 8-oy mashina, eshik obshipkalari, salonning holatlari, o'rindiqlari hamma yo'g'i yaxshi. Ozgina probegi bor, lekin minadigan odamga yaxshi variant. Xursand bo'lib minishadi. Ishonchli mashina, 65 mingcha yurgan ekan. 65721 km, cruise control bor, monitor bor. Mashinamiz parasi o'qiydi. Bu funksiyalarni hammanglar bilasizlar. Sidne soviydi, qiziydi, rol qiziydi. Orqa spiral o'ynagida plus qo'shimcha spirallari bor ekan. Holatlari yomon emas. Mana shu videoda qanday ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu holatda turibdi mashinani. Oldi torpedalari, eshigining yo'llari unaqa nima desa bo'ladi, bardak bo'lib ketmagan. Plus video registratori bor ekan, elektronik nimasi, bakovoylari. Tashqi nimasiga ko'rinishga keladigan bo'lsak, ozgincha xizmat qilgani bor, lekin unchalik bilinmaydi. Bitta, ikkita tekizgan mana, bir ikkita petnosi bor. Keyin balonning holatlari ham yomon emas, zanglab ketmagan. Yaxshi holatda turibdi. Pokiza, chiroyli holatda turibdi balonlari ham. Mana ko'p yurgan mashinalarda mana shu ishlari bu yerlari sarg'ayib, zanglab ham ketardi. Ramasiga keladigan bo'lsa, tashqi taraflari ham bunaqa yomon emas. Aglarni ham bir ko'rsatib ishadi. Holatlari yaxshi, bortining holatlari ham juda chiroyli holatda turibdi. Charmlari ham keyin atsenkoy, bitta atsenkoy mana shu almashtirmagan ekan. Bir qo'l minilgan mashina ekan. Holatlarini ko'rib chiqdim, tortaveradi holatiga. Orqa kameralari bor. Zapaskalar tushmagan. Gurshiterda ozgina gurshiterda nima bor, zangi bor yurganini hisobiga. Ramalari butun, singan yoki boshqa joylari yo'q. Zapaskasi tushmagan ekan. Hop, endi mashinaning motor korobkalari ham joyida ekan. Motorlarni ochib hozir ko'rsataman. Yonboshli o'sha 83 litrli propan baloni. Hop, mana tepasiga qarasak, bilinar-bilinmas darajada mana shu joy nima qilgan ekan, kirgan ekan. Bu avariya yoki udar asorat emas, o'zining holatda turgan. Tomoni chokini ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, tomoni choklari ham o'zini o'rinda turibdi. Kabinasi almashmagan. Mana o'sha shtrix kubana bu narsa bo'lmaydi, kabinasi almashgan bo'lsa. Hop. Endi motorni ochib ko'rsatamiz. Ichlari ham mana pokiza holatda turibdi. Motori ham soatda ishlab turibdi, mana changi bilan turibdi-da. Bir qo'l minilgan mashina, dilerlarning qo'liga tushsa, mashinalarni ham yog'lab, yaltilatib tashlaydi. Changi bilan turibdi, soatda chiroyli ishlab turibdi. Holatlari yomon emas ekan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi eng qiziq joyini aytib ketaymi, narxini aytmay ketsam. Shuncha videoni ko'rib oxirida nima noto'g'ri komment yozishadi. Bu mashinani O'zbekistonga yo'l kirasi ichida dastavkasi bilan birga 11900 ga dastavka qilib beramiz. 12000 demoqchi edim, $100 pastlatib qo'ydim. 11900 bilan yetkazib beramiz, ammo lekin minadigan odam xursand bo'lib minadi. Mijozga bersak ham uyaltirmaydigan mashinalardan ekan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, buni ham chiroyli qilib yurgizamiz nasib etsa inshaalloh.